Mendan ko'pchilik so'rashadi, koreys tilida qanaqa bunaqa talaffuz qilasiz, koreys tilida qanaqa bunaqa tez gapirasiz, qanaqa koreys tilini o'rgangansiz, xullas. Qisqacha qilib aytganda, qanaqa koreys tilini o'rgangansiz deb menga savol berishadi. O'shani men sizlarga realni tushuntirib bermoqchiman. Men aynan o'zim koreys tilini qanaqa o'rganganimni bugungi darsimda sizlarga aytib bermoqchiman. Taxminan 2014-15-yillari Qarshi shahrida, Qashqadaryoning Qarshi shahrida Koreyaga ketgan insonlar rosa tema bo'lgan. Juda ham katta tema bo'lgan. Zo'r sharoit qilgan, takoy o'qigan, o'qib uy joy qilgan va wow bo'lgan deb bilmadim boshqa viloyatlarda qanaqa bo'lgan. Men o'sha gapni eshitganmanda, "Davay, короче, Koreyaga ketamiz shahar." Qizig'i yo'q, tilda qanchalik qiyinligi, qizig'i yo'q, qanaqa rasxot bo'ladi, nima bo'ladi, oddiy kambag'al bolasizman. Lekin men просто sel qo'yganman. Hali koreys tilini boshlamaganman, eshitganman-da, "Davay, koreys tilini boshlaymiz" deb koreys tilga kirganman. Bu yerda qarang, ishonchi kuchliligi, maqsadni kuchliligi meni qaytarmagan. Voy, ertaga meni universitet qabul qiladimikan, suhbatidan o'ta olamanmi, vizam chiqadimi, 7-9 vizaga qanaqa savollardan o'ta olamanmi, biletga pul topa olamanmi? Umuman bunaqa perejvat o'ylovlar bo'lmaganmanda. Prosta men shaxsan majbursan koreys tilini o'rganishim kerak. Ustoz 100 ta so'z bersam yodlab kelardim, 50 ta so'z bersam yodlab kelardim. Men prosta shaxsan majbursan, sen ketishing kerak degan narsani miyamga qo'yganman. Men majburan bo'lsa ham o'rganganman boshida. Keyinchalik qiziqish paydo bo'lgan tilga nisbatan qobiliyatimni ko'ribdi. Lekin boshlanishi shunaqa bo'lgan. Bu nima demoqchiman o'rtoqlar? Oranglarda juda ham ko'pchilik Koreyada o'sha boshinglar tevyapti, o'sha boshinglar urilyapti, vaziyatni his qilyapsizlar. Biling, koreys tili kerak degan narsani tushunib yetdinglar va meni kursini sotib olinglar deb o'ylayman-da. O'shaning uchun qiziqarli bo'lishi shart emas. Shu narsani tushuntiringlar o'zingizlarga. Motivatsiya olishinglar shart emas. Voy, motivatsiyalar olib, mana ular ko'rib, yo'q, prosta men qilishim kerak. Bugun shaxsan o'rga sifa berdi, men bugun qilaman. Va bugun yodlagan gapimni ertaga borib ishxonamga ishlatib ko'raman. Bugun men borib o'sha insonimga, koreys o'rtog'imga gapiraman. Ustozimdan men savolni so'rayman. Talaffuzimni chiqarishga harakat qilaman. Qilinglar o'rtoqlar, maksimalni qilinglar. Qiziqarli motivatsiya nimadir kutmanglar hech qayerdan. Prosta o'rganinglar. Men Koreyadaman, men yoki Koreyaga boraman, ertaga men koreys tilida gapirishim kerak deb prosta o'qinglar. Maza qilib o'qinglar, tushunyapsizlarmi? Charchanglar. Yoqmasin, qilinglar, lekin iloji yo'q. Chunki sizlar aynan shu narsaga, shu vaziyatga kelib qolgansizlar. Men ham o'zimga aytardim-da, shaxsan ertaga Koreyaga borasan, sen botdan gapirishni o'rganishing kerak. Shuning uchun men maksimalni harakat qilardim. Adamning o'rtoq 18 yil Koreyada bo'lgan, uni oldiga borib gaplashganman. Toshkentga kelganimda kutubxonalarga borganman, koreysda kelib qolgan, koreyslarga gapirishga harakat qilganman. Men Mashitdan, O'zbekistondan 2018-yil, 2017-yilda men koreys tilida gapirganman. Fikrimni zo'r yetkiza olmagan bo'lsam-da, lekin gapirganman, do'q bo'lgan. Nimani hisobiga? Prosta o'zimga aytganman. Sen o'rganishing kerak, ertaga Koreyaga ketasan, Koreyaga borsang, koreys tilida gapirishing kerak. O'shaning uchun o'rgan, короче, shahar deganman, tushunyapsizmi? O'shaning uchun men hozir hech qanaqa aktyor ismini bilmayman, qanaqadir dramalar nomini bilmayman, koreyslarni nimadirga fanat emasman-da, tushunyapsizmi? Men prosta koreys tilini o'rganganman, o'zim uchun kerak. Ertaga karyeramni qilaman, ertaga borganimda, ertaga koreysga men fikrimni yetkazib berishim kerak. Uni nima deyotganligini men tushunishim kerak. Davay o'rganamiz. Davay yodla, davay chiqar. Men shu narsa bilan o'rganganman. Juda ham easy o'rtoqlar, men o'rgangan uslubim. Men sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilaman, hech qayerdan motivatsiyani qidirmanglar o'rtoqlar. Shunchaki berilgan vazifani bajaringlar, o'rganinglar. Endi boshqa gap gapirishim ham qolganini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Kuninglar xayrli o'tsin, yo Robbim, 10 yilda ko'zing yashasın, meni tam so'rab belki.